Qo'ysangchi, o'rtoq, nima deyapsan? Qanaqa sevgi? Men uni yaxshi ko'rmayman. Men uni burnidan ip o'tkazib qo'yibman. Hozir kelyapti mana, men uchun 10 ming dollarni quchoqlab. O'zi bir yurgan Alfons bo'lsa, darmayet. Uni ustiga g'irt musirchik bo'lsa u. Voy, Joni aka, qachon keldingiz? Ancha bo'ldi. Gaplarimni eshitgan bo'lsangiz, noto'g'ri tushunibsiz. O'rtog'im bilan shunchaki hazillashgan edik-da bizlar. Sizlar juda ham jiddiy hazillashar ekansizlar-da, bo'lmasam. Joni aka, aytgan pulimni olib keldingizmi? Voy, jonim sizda o'zi. Mayaxon, bilasizmi? Men bu dunyoda ota-ona mehri ko'rmagan, oila bilmagan bir yetimchaman xolos. Hamma odamdan pand yeb, qiynalib, hayot o'zi shunaqa bo'lish kerak ekan deb yashab keturganman. O'shanda men o'zimga maqsad qo'ydim. Insonlarning mehrini qanaqa qilib bo'lsa ham qozonaman, o'zimni sevdiraman deb. Joni aka, bu gaplar nima uchun menga aytyapsiz? Jonini asl tarixini, kelib chiqishini yaxshilab biling deyapman-da. Chaqaloqligimdan otam yo onam musorxonaga tashlab ketishgan. O'zim ham bilmayman qaysi birligi tashlagan. Hammani eshigini taqillatib, uyma-uy yurib, ovqat so'raganman. Yoshligimdan hamma menga yetimcha, musurkachi degan tamg'a qo'ygan. Ishonasizmi yo'qmi? Sizga yolg'on, o'zimga chin. Lekin men sizni rostdan ham sevib qolgandim. Siz bilan baxtli bo'lib oila qurmoqchi edim. Hamma yomon odatlarimga nuqta qo'yib, hammasini boshdan boshlamoqchi edim. Shuning uchun Alfons bo'ldim-deng. Men odamlardan pul olaman deb o'zimni ovutib, butun umr mehr izladim. Aybim shunchalik ko'pligidan siz oldingizga kelib bir og'iz indolmayapman. Men bu pulingizni oling-da. Qilgan ishlaringizdan saboq chiqarsangiz, men xursand bo'laman. Sog' bo'ling.